Samolyotda ketdingizmi, taksida ketdingizmi, narx pashti bir xil bo'lsa kerak. Qanday bir xil bo'ladi? Necha pul bo'ladi? Ketdi bilan. Toshkentdan Qo'qonga kelish. Yoki Qo'qondan Toshkentga borish necha pulga tushadi o'zi? Ketdi ko'rib chiqamiz. Agar samolyotda boradigan bo'lsangiz, bir kishi uchun bilet 324 mingdan 396 minggacha bo'layotgan ekan. Zo'r tomoni tez borasiz, 1 soatda manzilingizda bo'ladi. Faqat kuniga bitta reys xolos. Agar bilet tugab qolsa, safaringizni qoldirishingizga to'g'ri keladi. Yana tuman bo'lsa, reys qoldirilishi ham mumkin. Agar poyezdda borib keladigan bo'lsangiz, bir kishiga 166 mingdan 455 minggacha tushar ekan. 4,5 soat ketib borar ekan. Kuniga 2 mahal qatnov bo'lar ekan. Ertalab 7:58 da va kechki 16:53 da bo'lar ekan. Zo'r tomoni cho'zilib, yotib ketsangiz bo'ladi. Lekin degan joyi 5 minutga kech qolsangiz ham pishtingiz, poyezdingizga yetadi. Agar pitakdan ketadigan bo'lsangiz, kishi boshiga 100 ming, 200 ming bo'lar ekan. Agar postoy mashina gaplashaman, siz 500 mingdan boshlar ekan. Zo'r tomoni bu yerda qishin yozin 24 soat mashina bo'ladi. Perval yopilib qolmasa bo'ldi. Faqat odam to'lguncha pitayda kutib qolishingiz yoki savdolashguncha talash bo'lib ketishingiz mumkin. Agar Rizogo programmasi orqali chaqiradigan bo'lsangiz, kishi boshiga standart 150 ming, komfort 200 ming ekan. Siz aytgan joyga, siz aytgan vaqtda bemalol taksi chaqirsangiz bo'lar ekan. Yana zo'r tomoni siz aytgan vaqtga yetib keladi. Yarim soat ag'ib-ag'ib kechga qolishi mumkin. Chaqirganlar bilan. Yana orqada 3 kishi emas, 2 kishi bemalol ketsangiz bo'lar ekan. Xohlasangiz komfort mashina zakaz qilib, xohlasangiz pustoy gaplashsangiz ham bo'lar ekan. Lekin bitta tomoni arzonroq ketadi deb o'rta setinada ketolmas ekan. O'zi hech o'rtasida ketganmisizlar? Siz Qo'qondan Toshkentga yoki Toshkentdan Qo'qonga nimada borib kelasiz va necha pulga borib kelasiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Videoda Qo'qonga kelmoqchi bo'lib yurgan yoki Qo'qondan Toshkentga bormoqchi bo'lib yurgan tanishlaringizga puting qilib yuborib qo'ying.